O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 12 mart kuni Fransiyaga davlat tashrifi doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti bosh direktori Odri Azuleni qabul qildilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimidagi ushbu nufuzli tuzilma bilan samarali hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari, shuningdek, joriy yilning kuzida Samarqand shahrida tashkilot bosh konferensiyasining 43-sessiyasiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishning amaliy jihatlari muhokama qilindi. Ta'kidlash joizki, Samarqand shahrida bo'lajak bosh konferensiyaning 43-sessiyasi so'nggi 40 yilda birinchi marta UNESCOning Parij shahridagi qarorgohidan boshqa joyda o'tkaziladi va bu voqea tashkilotning 80 yilligiga to'g'ri keladi. Bosh direktor Odri Azule O'zbekiston bilan sermahsul hamkorlikni yuksak baholab, bo'lajak tadbirga keng ko'lamli tayyorgarlik ko'rilayotganligi uchun davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirdi.